rasmlarni ko'rdingizlar. Bular konslagerda ushlanganlar, urush vaqti 1,5 ming kaloriya berilgan. Bu tarixda bo'lgan narsa. Yillar davomida saqlangan 1,5 ming kaloriya yegan odam mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Shuning uchun vez tashlayman deganlar kaloriyani qisqartirishi mumkin emas. 2000 kaloriyadan tushishi mumkin emas. Erkak kishida, ayol kishi 1,5 ming yesa ham yetadi. Chunki yo'qotishi ayollarda 1200-1300 bo'ladi. Erkakda yeyishni kamaytirishdan ko'ra rasxodni ko'paytirish kerak. 1 soat og'ir trenirovka qiling, 1 soat kardio qiling. Ertasi kun trenirovka qilmasdan 1 soat, 1,5 soat kardio qiling. Qancha ko'p harakat qilsangiz, shuncha kaloriya yo'qotasiz. Ana endi kaloriyani nima uchun kamaytirish mumkin emas? Birinchi ochiqda organizmni ishlashi buzilib ketadi. Chunki uglevad ham, yog' ham, oqsil ham hammasi kerak bo'ladi. Makro, mikro nutriyentlar kerak bo'ladi. Gormonlar buzilib ketadi. Nima uchun odam osilib qoladi? Nima uchun holsiz bo'lib qoladi? Mana shu noto'g'ri ovqatlangandan, noto'g'ri vez tashlagandan. Bizda zalda ballani vesi oshib, yog'i ketadi. 2,5 ming kaloriya, men o'zim 3000 kaloriyada vez tashlayman. U faqat yog' yo'qoladi degani. Shuning uchun juda ham e'tibor beramiz. Prosta ovqat yemasdan vez tashlash mumkin emas. Ana u ayrim trenerchalar bor-ku, prosta ovqat oldidan yeyish mumkin emas, kesib tashlaydiganlar jo'natib qo'yinglar.